Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Assalomu alaykum naq maydondagi tomoshabinlar. Kashliginglar xayrlik bo'lsin. Ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi, Urumchi Barava taratqusi birlikda ishlagan Xinjiang Chinnuri biofan texnikasi tajdorligidagi Xinjiang bo'yicha tunji qatim o'tkazilgan usul tema qilingan musobaqa tusini olgan cho'ng tipli san'at programmasi Xinjiang usul sahnasi. Xinjiang san'at yurti. Xinjiang san'at yurti naqsh usul o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori. Xinjiang zamonaviy usulchiligining yo'l ochquvchisi. Har millat usulidagi pishqon yetakchi, mustaqil kelgan mehmon, Burkutlar davlati qo'ng'iroqliq qiz nomli jazbidor usullarning ishliguvchisi. Yaqinqi zamondagi Robiya Saidin nomli usul teatrining rejissyori Jasur Tursun. Zamonaviy Uyg'ur usulidagi eng yaxshi yetakchimiz. Xinjiang harbiy rayon san'at o'migining davlatlik birinchi darajalik usul rejissyori, mamlakatlik usulchilar jamiyatidan tuhfakor usul san'atkori degan nomga erishguvchi, qiz qalbida bahor, qo'ng'iroq usuli, taqsi usuli qatorliq nodir usul asarlarining ijodchisi, Beijing usul instituti, Markaziy millatlar instituti, Shanxay usul institutining takliflik professori, davlat ichi sirtida katta sharaflarga erishgan hurmatga sazovor ustozimiz Umar Saydullah sizning usul hayotingizga yangicha ma'nolar qo'shgisi. Uyg'ur usulchiligining peshvosi, usul ma'rifchisi, Go'yanning alohida ta'minotidan bahramand bo'luvchi, Madaniyat ministrligi o'rnashtirgan mamlakatlik usul musobaqasining 8, 9, 10 qitimliq baholag'uvchisi, mamlakatlik Nilufar Lo'nqisi usul musobaqasining baholag'uvchisi, Xinjiangni gullantirish oltin medalining sohibi, China usuli, Tosh usuli, Go'zal qizlar, Mening begim qatorliq o'lmas asarlarning ijodchisi, Uyg'ur usul sahnasidagi parlagan yulduz Xalcham Sidiq sizning usul sahnasidagi yalqinlik havaslaringizga gulxan bo'lg'usi. Ekran oldidagi ko'rarman do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Xinjiang usul sahnasi programmasi. Men Abdul Qosim, sahnamizning go'zal riyosatchisi Iqbol Nig'matxon qiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, baholag'uvchi ustozlar, ekran oldidagi sevimli ko'rarmanlar. Ushbu sahnada xizmatinglarda bo'lanligimdan cheksiz iftorlanib turibman. Olqishlaringizga tashakkur. Beden tilining eng go'zal ifodasi usul. Latofatning va jazbidorlikning mujassimi usul. Xinjiang usul sahnasi Uyg'ur usulchiligining zamonimizdagi ta'sir doirasi eng zo'r bo'lgan birdan-bir musobaqa xarakteridagi cho'ng tipdagi maxsus usul programmasi. Biz bu yerda sizni kutamiz. Sahnamizga marhamat qiling. Tomoshabin do'stlar, usul sahnamiz hamkorlik asosida ro'yobga chiqqan sahna. Xinjiang Chinnuri biotexnikasining bosh direktori Muborak xonim muborak qadamlari bilan sahnamizga yetib keldi. Hurmatli har qaysi usul peshvolari, har qaysi
Muşu bugünkü xizmetimizin muvaffaqiyatli bo'lishi uchun jafoliq ishlab kelayotgan xizmatchi xodimlar, har qaysi usul chavandozlari, shundaqla bugun bu yerga qadam tashrif qilgan barliq mehmonlar xush kelibsizlar. Biz Chinnuri Biotexnik Çeklik Şirketi, Sultan Zavodi, keng iste'molchilarniki öz rayonimizda, öz qo'limizda ishlangan milliy mahsulotlarimizni qizg'inib so'yganligidan bugungidek taraqqiyotga erishdik. Biz keng iste'molchilarimizning qo'llashida yangi nava, Ipak yo'li sadosi, Xinjiang usul sahnasi qatorliq programmalar orqali milliy madaniyatimizning taraqqiyotiga bir kishilik to'p qo'shmoqdamiz. Biz ishimizki har qaysi ustozlarning yetakchiligida, har qaysi muayirlarimizning tirishchanligida nurg'unlagan kelgusidagi usul cho'lponlar maydonga keldi. Ko'pchilik rahmat. Usul sahnamiz hayvatlik bir sahna. Usul parvonlari uchun qimmatli sahna. Tomoshabinlar ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Barobat taratqusi birlashib ishlagan Xinjiang Chinnuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Agar sizda usul uchun parvoz qiladigan qanot bo'lsa, sahnamiz siz uchun bepoyon osmon. Agar sizda usul uchun yalqinlaydigan yurak bo'lsa, sahnamiz siz uchun kuyib turgan bir o't. Muzika qo'yilsin. Müzikanın avazını sel kütüreyle. Rahmat singlim, muborak bo'lsin. Chini usulni, ya'ni chiroyli o'ynayaptingiz, chini usulni. Muzikasini o'zgartibdi. Harakatlar yana shu xalchamsida qoppa ishlagan chini usuliga o'xshayotdi. Muborak bo'lsin. Bo'ladi, nihoyatda go'zal chini usulidan huzurlantirganingizga ko'pdan ko'p rahmat. O'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va tomoshabinlar. Hammanglarga Izzat Gulnurdindan o'tliq salom. Sizga muali ehtiromlar bo'lsin. Xo'sh. Siz hozir qayerda ishlaysiz?
Men Şinjan Pedagogik Üniversitesi'ni 7. ayda bitirdim. Tamamlap bolgandan keyin hozir Rizvangul İbrahim muallimning qo'lida tarbiyalanyapman. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, baholag'uvchi ustozlar bu singlimizga qanday baho berdigan anglab baqsaq. Ebem usulni Rızvangul malum aldığınızda oturup verdi mi? Turib bor. Endi ma usulni birden turup xalchimdan meni so'zlaydi. Mençe şunda yaxshi o'yindingiz. Hareketler pakiz. Mesela bekti texnikada ama Çin usulunun texnikada mı çoğun mesele yok. Ben sizge bir bilet taşlayayım. Rahmat. Mübarek bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet tashildi. Mübarek bo'lsin. Ömer Saidullah ustoz. Rahmat. Qalchamsida ustoz. İzzatgül. Jutonuz qayadan? Xujadan. Vah. Bo'ldi, gap so'zsiz. Gappa. Siz başka programmalarga çıktınız mı? Talant sahnesiga bardınız ha? Ha. Ben koydum. Rahmat ma'lum. Kaçıncı meydanda çıkıp gittiniz? 4-20 qilg'ish musobaqadan chiqdim. Tushirib etdim ha? Ha. Shu sizga ko'rsatish uchun ataydan shunday qisqartib tushirib akaldim. Rizvangul keldi mi? Ha, keldi. Qani. Merhamet. Mana Rizvangul sahnaya marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli tomoshabinlar. İzzatgul maktab bitirgan yaqi mening qo'limga tushib, kechini kunduzlik olib, har millat usullarini, har qaysi klassik usullarni o'rganyotdi. Endi bu usul sahnasi bizningki butun Şinjandagi usulchilarning sahnasi. Bu usulchilarning sahnasiga bizningki Cungodagi har qaysi yerlarda mukofotga erishgan artistlarimiz qatnashamay qoldi. Men o'ylayman, mushu sahna orqali o'zini tunishtirish pek muhim deb o'ylayman. Balkim ular Jungoniki, Beijing bilamdi, Shanxay bilamdi qatnashgan bilan bizning tomoshabinlarimiz ularni ekranda yaqin oraliqda ko'rarmidi. Ularni o'ziniki go'zal usullari bilan ularga tunishtirib bo'lmadi. Nurg'un usulchilar deydi ekan, bu Şinjandagi biz qatnashsak qanday bo'lar degan o'y fikrlar bilan bu yerga kelarmidi. Men shularniki qo'rqmay, yuraklik mishak kelib belki hazır oturup özlemini işte katlaşkım kep geldi. Bizim Hacım Abbay birden şagird terbiyelep çıktı. Şularının katarda bulamısam mı? Muş kızını aşı Hacım Abbay'a tavşırış için. Korkmam seni. Mübarek bo'lsin. Qalchamsida ustoz guruhi kirganingizda qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Mübarek bo'lsin. İzzatgul Nurdon, siz Şinjan usul sahnemizdeki tuncu mahir. Tuncu kadımınızda Qalchamsida ustoz guruhi qabul qildingiz. Mush bitimlik tuncu qadimingiz sizning usul hayotingizga dog'dan yo'l ichib bergisi. Sizni usul sahnemizning oxirgi damlariga elib borg'usi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bek hoş buldum. Hem faxrlandim. Keyin teximi bunudimmi bek tirishib, cho'qim yaxshi natijalarni erishishga yaxshi mashq qilib tirishman. Assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rilman do'stlar, yaxshimisizlar? Biz Aqsu Tarim Naqsulimga kelgan Anqar Erkin. Din sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Numarımız azıq davr usulü bulup taz yaxşı tayyorlik qilamidik. Bu qatim shu Jasur ustaz, Hacam ustaz, Ömer ustaz, ustaz artin shu Jasur ustazni plan qilib keldik. Müzika koyulsun. Usul sahnesi romantik sahne. Şinjan usul sahnesi muhabbetlik sahne. Xo'sh. Nima degan chiroyli usul? Bizning sahnamizda mana shunday Uyg'ur qiz yigitlari shunday zamonaviy usullarni o'ynasimi? Nima degan go'zal tug'an. Rahmat sizlarga. Rahmat. O'zinglarni tanishtirib o'tamsizlar. Assalomu alaykum hurmatli bog'lovchi ustozlar. Naq maydonda o'tirgan tomoshabinlar, ekran oldidagi qadrli ko'rilman do'stlar, yaxshimisizlar? Biz Aqsudan kelgan Anqar Erkin bilan
Güzel Emel. Din Sizlarga o'ttiq salom ve Ali ihtiram. Aksu ömekdimi? Aksu Aksu viloyat viloyatlik Tarim Naqshsulimiga. Qani Jasur Tursun ustoz, bahoringizni anglab boqayli. Yaxshi, endi bir Aqsudan o azırkı zaman usul emas bu. Azırkı davr usuli dangday u deb qo'ymiz. Azırkı davr usul bir ebem degandek bir romantik hikoya. İngilizce naqshini o'ynabsizlar. Asos chatdan shunday yaxshi. Endi hadab boshlangan chaqda qiz valdan sal masala chiqdi-ku deyman. Qo'lni to'g'rimi? Ben ko'rib qoldim, shu sal almış bilib qoldi, biroq asos chatdan yaxshi. Men qizvalning kiyimini yaxshi ko'rdim, Milangun sheni demagan chaqda, mashq oyiqin demagan chaqda, mashq oyiqning burtlari chiqib qopti, munguzi chiqib qopti. Asli mushni alqig'ini bo'ladi. Alqig'ini bo'ladi. Ya anda aqlangun şey elib aryangizni rangbasi bo'ladi buni. Endi san'at degan bir inchik bo'lgan chaqdami meren inçik qilish kerak. Chash kelgan chaqda yana inchiklamabsizlar. Chashni azroq yasaymiz. Amanda usul kelgan chaqlamandik. Biroq men sizlarga bir bilet berman. Muborak olsun. Jasur Tursun ustoz bir bilet taşıldı. Ömer Saydullah ustoz. Usulni mükemmel işlepti. Kim işledi bu usulni? Özümüz işlegan. Yaxshi. Yaxshi. Lekin sizning ishlariniz menga yaramadı. Siz qarang, aylıqı nefis, eliqi ipek ishdan bo'lgan bo'lsa, tükülep turgan bo'lsa bek chiroyli bo'ldi. İşleriniz menga yaramadı. Yen bir bilet taşıldı. Muborak olsun. Ömer Saydullah ustoz bir bilet taşıldı. Halcham Sıdık ustoz. Gapsizlar. Endi bu usulni ikkimiz qo'rashtirdik dedinglar, foydalandinglar. Men bu usulni ko'rgan, ha? Men sizlarga bir misol olib beray. Memleketlik usul müsabakasında bu mayırlardan gap sorgandılar. Özem işlep, özem orundudım deydi de. Şunun bilen bizim Beijing Usul İnstitutu'nun icadiyet kesbinin müdiri Zhang Jianming şanson var. Bu kişi cozu urup fikir kıldı. Eğer özen işlep, özen oynalıgan bolsan, bunundikin ben seni bahalamayım. Ha? Ustazın yok, ne mi kılmakçı? Ana ekilip manını köçürse, mana ekilip manını köçürüp bizden aldığımız kep özen işledim deyse, biz ne mi çiğdik? Hem meylen çavak. Onda da sizlerini tenkitlemekçi emesmen. Bu çok hatalık. Rejissor buluş asan emas, icadiyet kılış asan emas. Bir artistni voyaga yetkizadigan ijodiyatchi. Yaxshi usulchi uchun yaxshi ijodiyatchi bo'lish kerak. Yaxshi ijodiyatchi uchun qobil usulchi bo'lish kerak. İkisi qon bilan go'shtak bo'ladi. Esinglarda bo'lsinki, ma usulni sizlar foydalanibsizlar, ko'ribsizlar, ammo qabul qilishinglar yaxshi. İşkinlağa bekmi düşken. Ma kızımның kiyim rengi emmisi naturaylık. Sizni köse bir rahat hesaplandık kişi. Endi siz naiti bir şundak kamlaşkan bir jigitkensiz. Aksu'nun neredensiniz? Aksu'nun üzünün. Aksu Zayşen şu dep sizdek mi jigit usulcu çıktı Aksu'nun ahırkı hesapta. Endi Halit nemanlarımız sapayınlar hele üstünke oynap bu pek masraf ketmediniz. Şunun qarğanda hele məşq qıpsızlar. Ama siz sel əstaydıl kiyim keçəkki də. Ma həmrayınız muştaq güzel bir kız yeninizde oynavasa bir maykınızın aşının rengini maslaştırıp ayıqınızga bizdinki şiçi artistleri kiydiğen işten bilen xaybili çıksınız qanda buludu. Yeninizde bir güzel meliki oynap durdu da. Ben sizlerini yaktırdım. Bir bilet vereyim. Muborak olsun. Halcham Sıdık ustazdan bilet taşılışından 3 ustaz sizlerge ortak bilet taşıldı. Muborak olsun. Xo'sh, undaq bo'lsa, ustoz tanlash bosqichimizga keldik. Ishkanlar maslahatni pishiribla chiqdinglar-ku deyman-a. Undaq bo'lsa, keskin e'lon qilib o'taylik. Bizning tanlashimiz bo'lsa,
birinchi darajalik mukofotga erishishini uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Qutiyar markasidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Qutiyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi ikkinchi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3. darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Cesur Tursun qaravatdi. Muborak olsun. Cesur Tursun ustoz muborak olsun. Aksu viloyatlik Tarım Naqshisi umigidan kelgan kelishgan yigit, güzel kız. Muborak olsun. Sizlar qatnashtirgan yuqori mahoratli zamoniy usul ustozlarni shundaqlab bütün tomoshabinlarni hayron qoldirdi. Şinjan usul sahnasi programmamizning kelarki bosqichida sizlarning yangi kayfiyat Cesur Tursun ustoz ishlagan yeni asar bilan ko'rishga taqozomiz. Assalomu alaykum ekranidagi ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zulfiya. Men bu yil 16 yoshga kirdim. Men Shinjon san'at instituti o'rta texnikumning 2-yil o'qiyman. Men bu sahnaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, men o'zimning qobiliyatini joriy qildirish uchun. Agar men bu sahnada tanlanib qolsam, men Umar Saidullo muallimni tanlayman. Meni qo'llab qolishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Ekranida ko'rishaylik. Muzika. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Undaq bo'lsa, oldi bilan o'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Assalomu alaykum tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Zulfiya. Bu yil 16 yoshga kirdim. Siz qaysi maktabda o'qiysiz? Shinjon san'at institutida. Kasbingiz? Usul. Ustozlar, baho berib boqamsizlar. Xo'sh, Cesur Tursun ustozdan boshlaylik. Zulfiya, endi 16 yoshga kelibsiz. Ma kiyimingiz tikdaganmi? Ijaraga olganmi? Ijaraga olganmi? Ijaraga olgan. Ijara olsizmi? Izlab turib,
o'zingizga dal keldiganni endi cho'ngroq bo'lib qolsa yamisa blobka deymiz bizni bilan qisib hozir chalaqlab xaltadek bo'lib qolibdi endi ana umumiy aytgan chog'da men sizga bilet qopamang berolmayman. Xo'sh, Xalcham Sidiq ustoz nima deydi ekan? Kechirim, bilet berolmayman. Ömer Saydulla ustoz. Hozir men kiyimingizdan qarang, yopkingizdan üstü faqat jipslashmagan ikki xil rang, faqat tushmayapti men usulga. Uqdingizmi? Men berolmayman, xafa bo'lmang. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, singlim, ekran oldidagi ko'rurmanlarga yoki uydagi urug' tuqqanlaringizga, ota-onangizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Meni qo'llab-quvvatlagan urug' tuqqanlarimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Rahmat, sizga rahmat. Usul sahnasi programmamiz sizni davomli qarshi oldi. Bundan keyin ustozlarning fikrini qabul qilib, ustozlarning talabi bo'yicha o'zgarib yana kelsangiz, biz yana sizni qarshi olamiz. Bo'ladi, undaq bo'lsa marhamat. Qaynamiz tomoshabinlar alqish sadolarimiz bilan uzatib qo'yaylik. Rahmat. Mayli tanlayan tanlayanmagan bo'lsam, men yana g'ayrat qilaman. Men cho'qim sahnaga yana qaytib kelaman. Birinchi darajalik mukofotga erishishini uzoq yillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Xutiyar marksidagi a'lo sifatli savdo suyi ishlab, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchisiga erishgan Urumchi Xutiyar fan texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qimmatidagi mukofot buyumi bilan ta'minlaydi. Amin kitobchiligi ikkinchi darajaga erishgan mohirni 100 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ozuqum qora bug'doy diabet yurishlik mahsulotlari 3 darajaga erishgan mohirni 50 ming yuan qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlaydi. Ekran oldidagi ko'rurmanlar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan barobat taratqusi hamkorlashib ishlagan Xinjiang Chin Nuri biotexnikasi tajdorligidagi Xinjiang usul sahnasi. Zokirjon, kasbiy tarbiyalash kurslarida 1 soatmi tarbiyalanib baxmagan bu yigitning mahoratini ko'ring. Uning oddiy oilasi bor. Zokirjon mana mushu ko'z oldidagi qiyinchiliklarni ko'masga salatdi yoki qiziqishi tufayli ko'p azoblanmaydi. Assalomu alaykum, televizor oldidagi barliq ko'ruvchilar. Men ismim Zokirjon, bu yil 15 yoshga kirdim. Men 73-o'rta maktabda o'qiyman. Mening qiziqishim o'quvchi usuli. Ammo ularning menga qo'llab-quvvatlab berishini umid qilaman. Ekran oldida ko'rishaylik. O'g'limning musobaqada yaxshi natija olishini umid qilaman. Muzika Muborak bo'lsin, chiroyli qushlik bo'lsin, muborak bo'lsin. Xo'sh, undaq bo'lsa, inim ekran oldidagi ko'rurmanlarga, naq maydondagi tomoshabinlarga, shundaqla baholg'uchi ustozlarga salomingizni yo'llab o'tamiz. Barliq do'stlar, assalomu alaykum. Ismim Zokirjon Ro'zi. Bu yil 15 yoshga kirdim. Zokirjon Ro'zi, bu sahnamizga o'zingiz yolg'iz keldingizmi yo? Opam bilan keldim. Qani opam sahnaga chiqsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'lim 73-maktabda o'qiydi to'liqsizda. O'zi to'g'ri qarab, o'zi shaxsiy o'rgangan uyda. Men bo'lsam tozliq ishchi ayol. O'g'limni bir yerga berib, ustoz ko'rib tarbiyalay desam, o'zimning iqtisodiy ahvolim yaxshi nachar. 3 bolam bor, bir qiz 2 o'g'lim bor. O'g'lim bo'lsa o'zi tirishib, kompyuterga qarab, mush o'rganib hozirgi holatga keldi. Dadasi yoshini qolgan, og'riqchan. Men yolg'iz 3 bolani beqib, xato qildim. Rahmat tomoshabinlarga, ustozlarga. Ailenin ahvallarini o'qimaymizga, endi bugun chiroyli bir kiyimlarni, cho'qay, ayiqni hammasini almashtiribsa, biroq men gapning rostini aytsam, shu to'rdan o'ginibsa, ilgirlashma. Men sana bir bilet berib tashladim. Muborak bo'lsin inim, muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet tashladi. Ömer Saydulla ustoz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz. Ömer Saydulla ustoz. Jasur Tursun ustoz bir bilet tashladi. Muborak bo'lsin. Sizlarni tabriklaymiz. Mening bolam to'rdan o'rgansimi? Mushunchalik fursat yotmagan ustozlarga hammanglarga rahmat, hammangizlarga.
İnim, apağızgıça. Apağızgı deydiğin gap var mı? Apam pek çapatatdı. Özlem aylık tapıdı. Üyümüzge hemsi... Vafadar oğul buluşunuzu ümit kılımız. Apağızdan kıkan ecrini kaytırın kelgüsüde. Siz üçün 3 yillik ustozimiz bilet taşıldı. Endi ustoz tanlash bosqichiga keldik. Qaysi ustozni tanlaysiz? Ömer Malım'dı. Ömer Seydullah ustoz, sizni tanladık. Mübarek bo'lsin. Ömer Seydullah ustoz, mübarek bo'lsin. Zakirjan Ro'zi, mübarek bo'lsin. Ömer Seydullah ustoz guruhida sizning usulga bo'lgan hisiyatingiz texmi urg'ib ketgisi. Siz uchun ustozlar xush bo'ldi. Butun Şinjan xalqi xush bo'ldi. Texmi tirishib, yana burunqidan yaxshi o'ynab, ham jiddiylashmaydigan bo'lib kelaman. Kamila. Usulga bo'lgan ishtiyoq uni har jafolardan g'olib qildi. Gerçi aynı yıllardaki Kamila obrazi hazır suslab qolgan bo'lsa-mu, usul sahnasida yenidan bir Kamila tug'ildi. Jafolik mashq uni tavlaydi. Ko'rurmanlar uni qo'llaydi. Turmushdan tavlangan yeni Kamila usul sahnasida o'zining usul hikoyasini so'zlaydi. Ishonimizki, bu hikoya yuragingizga boradi. Muzika. Rahmat. Ben bu kızını tanıp kaldım. Bu kız 2010 yılı Ürümçi Televizyon Stansiyası işleyen Qurbaylık Sənət keçilikdə üzümçilik usulunun oturunu oynayan şundaq o deymi? Aş çaşlar hemiz özünüzden. Şinjanlı tuncu qitim ötküzülgen xalqaralıq usul bayramıdımı şundaq köp kişilik usulunun beşini oynayan. Oturunu oynayan. Demek bu kız Şinjan Muqam Ansambılda. Yana birisi Muqam Ansambıldaki barlıq iş xizmətçilərə, şundaqla Muqam Ansambılının sekretari Çao əpəndigə, ömək başlığı Nusrat Vajdin əpəndigə, bizden Ürümçi Televizyon Stansiyasıdakı barlıq iş xizmətçilər namıdan otluq salam. Assalamu alaykum bağlı ustazlar. Assalamu alaykum Nahmeydan kiriyotgan ata-onalar, kasbdoshlar, hammanglarga mendan otluq salam. Men bu kasbimni tashlab o'tgani 6 yil bo'ldi.
Ben 6 yıldan keyin yani özenli bu sahnede köreşni oylap bakmagan. Lekin meniki cismim kılmagan bilen ruhum, yürüküm her gün toktap kalmadı usulga nispeten. Ben ahırda yani usul kesbimni kılışını sağladım. Ömrümden ahırgı usul kesbimni kılımen. Barikallah. Şuna emmağlarına Muhammedet Beygin'inlağa, alkış yanratqınılağa ben köptün köp rahmet eydim. Ben dostlarımga, dadamga köptün köp rahmet eydim. Sizga mi köp rahmet? Qani, Jasur Tursun ustoz. Baha bering. Kamila, bugun siz degandek 6-7 yildek sizni ko'rmagan, bugun ko'rib shunda endi siz bizning Abdumurayn degan aytgan chog'da eng yaxshi usulchilar kirisiz. Mamlakat xalqaroliq usul bayramidimi? Aşı başlangıç usulda bir shunda bir rol olgansiz. Hozir yana qaytib kelibsiz. Bu oq rangli, qizil rangli kiyimlar beşten bir adamni simiz ko'rsatdi. O kundim o'riq turibdi. Shunda g'ayrat ketdi-da bu qizlar. Rahmat mo'lim. Shunda ya g'ayrat, usulingizmi pokiz, girimmi yaxshi, kiyimmi yaxshi, shunda yaxshi. Rahmat mo'lim. Men sizga birinchi bo'lib bir bilet tashlayman. Muborak bo'lsin, Kamila Qurbon, muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Ömer Saidullah ustoz. Men Kamilani aş birinci qadimliq Goji Uda Bisaydi kuraplar yaxshi ko'rib qolgan. Xalqaro usul bayramida ko'rib yaxshi ko'rib qolgan deydi. Shundaq yaxshi o'ynagan o kuni. Uningdagi yo'qolib ketdi. Ne so'rabmi to'dim ish qilib. Men bir bilet beraman. Chavak tamaşbullah. Chavak. Muborak bo'lsin Kamila. Rahmat. Muborak bo'lsin. Qalcham Sidiq ustoz. Kamilani 6 yıldan keyin bugün bu usul sahnesini ko'ryapmiz. Men moshundaq bir usul sahnesinin açılgan günüde barlık Abdunum rayonimizdagi usulchilarga shuni jakalayman ki mayli siz qaysi kasbda bo'ling, qaysi ishni qilmang, muhabbat shu kasbga bog'ligan ishtiyoq, u bir çoğun mesele. Kamila 6 yıl sahnimizde yo'qolib ketdi. Bunu endi bu yerda demesek mi buludu? İnsanның beşiğe her qandaq bir mushkilatlar kelidi. Onu yengish, yengilmeslik şu insanның özüge bağlıq. Bugün Kamila özünün yürek sözünü aytdi. Şu usulga bo'lgan ishtiyaqi Kamilani mishak ekeldi. Kamila 6 yıl sahnede yo'qolib ketdi. Ama bizning mayli naqshusul ömüge bo'lsin, mayli muqam ansambli, mayli opera ömek, mayli başka tiyatrlar bo'lsin, partiya, hükümet, ustozlar tarbiyalab yetishtirgan usulchilar hükümet, devlet ularni 6 yıldan beri kam degende 10 neçidin devletke apırıp kep oldu. Medeniyet delegasyası bu berip geldi. Bırak bugünkidek 60 yıllık tutuklanıp atkan. Muşundaq bir pen medeniyet terakki kıvatkan peytte içilgan usul sahnesiga kelişke cüret kılanmadı. Bu nemi üçün? Meningçe men ustazlık süpütüm bilen bugün şunu aytaman ki her qandaq bir artiste, her qandaq bir usul artiste cesaret, gayret buluş gerek. Mana bu sizin hayatınızın üst yetilişteki yolunuz buludu. Kamilaga men moşu sahnege kelganlik üçün Kamilaning gayretiga barakallah aytib bir bilet beraman. Muborak bo'lsin Kamila Qurbon, muborak bo'lsin. Qalcham Sidiq ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Rahmat. Endi ustoz tanlash bosqichiga keldik. Men Kamilani men tanlayman. Bu navbat tanlanib qolsa kinar navbatda hozirgi zamonga moslashadigan milliyatligim tushadigan chiroyli usul qilib beraman. Rahmat mo'lim, rahmat. Kamilani gerçi men maktabda o'qitmagan bo'lsam-mu, konu usuli bilan aytganda Kamilaning opisi bana şagirdlikka tutib bergan.
Ben aynı vakitte öz kolam bilen şu ömekte terbiyeligen. Şuna ben yeniden yana Kamila'nın usul hayatıga hayat birişlayman görmem kelin. Rahmet abla. Kamila, meni qillab qalsangiz, men sizga shunda loyiqlab, o'zingizga tushadigan bir usul ishlab beraman. Rahmet Cesur Malı, rahmet. Cesur Tursun ustozning asarlari mamlakatlarda oltin mukofotga erishgan dаңlıq davlatlik birinchi darajalik rejissor. Ömer Saydulla ustoz ham shundoq. Xalcham Sidiq ustozimizga Uyg'ur usulchiligining peshvosi gap ketmaydi. Rahmet abla taka. Cho'nqur o'ylashing. Ben ahırda Ustazım, Xalçam Sidiq apayını tanlayman. Allah'a rahmet. Mübarek olsun. Kamila Qurban, sizning Şinjan muqam ansamblidagi xizmatingizga utuq tilayman. Xalcham Sidiq ustoz yana bir qitim sizni shogirdlikka qabul qildi. Muborak bo'lsin. Muzika. Bu kızımız hakikaten ha? Ait mahareti bek üstünke. Tini bilen. Ha, birden demeyli olsun. Bu kız usulcu olsun, ha? Sizga teklif berib usulchi bo'ling. Men turanmay qoldim, usulingizni ko'rib, butun badanlarim tikanlashib ketdi. Ko'zimga ozroq yosh kelib, kaynib ketib qoldi. O'zingizni bir tanishtirdim. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Voy, xayrli bo'ldi, xayrli bo'lsin. Mush vaqtimiz xayrli bo'lsin, ha? Mush vaqtimiz. Men Qumul diyaridan kelgan Alfira ablangiz bo'laman. Bu yil 10 yoshga kirdim. Elib kelgan usulim usul ishqi. Ustozlarning yaxshi baholan berishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat, rahmat, rahmat. Bu degan gaplaringizni yodlab keldingizmi yo? O'zim chiqargan. O'zingiz ichingizni chiqardingizmi? Men riyosatchilik o'qigan. Ha, shu ustozni bir tanishtirib anglab boqaylik.
Xoş bo'ldi, undaq bo'lsa, hamsa tomoshabinlarning alqishlaridan shuni bilib oldikki, bu qiz usulni haqiqatan nihoyat yaxshi o'ynab berdi. Menimcha, ustozlarga cho'qim yuqori baholarni berib o'tadi. Anglab baqayli. Berdik, men berdim. Rahmat, Ömer Saydulla ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Rahmat. Rahmat ustoz. Sizni kim tarbiyaladi? Qo'moldagi Maryam Gulmahmud muallim. San'at o'makdikiman? Ha. Muqamda ishlaydi hozir. Buru shu o'makda ishlagan. Usulchi bo'lamsiz? Xohlayman. Abay kesib daratdi. Cho'qim madaniyat darslarini yaxshi o'rganing. Bo'lamda? Bo'ldi. Cho'qim siz kelgusida usulchilikda bir cho'lpon bo'lib qolasiz. Rahmat. 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 Xalcham Sidiq ustozning bergan yuqori bahasi ko'p rahmat. Jasur Tursun ustoz. Sizga bir belat. Ha. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Jasur Tursun ustozning bir beltiga muyassar bo'ldingiz. Endi ustoz tanlash bosqichiga keldik. Qaysi ustozni tanlaysiz? Mening eng oxirgi tanlashim Jasur muallim. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'sh. Omak kızım Elfire Ablis, Şincan Usul Sahnesi programımızın bugünkü sahnedeki en küçük mahir, hem en küçük mahir. Siz kelgüsüdeki Uygur usul sahnemizden parlagan yıldızı. Güzel usulunuzdan birge edep ahlaklık, bilimli kız buluşunuzu ümit kılımen. Muzika qo'yilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarning usulinglarni ko'rib, men haqiqatan Hindistonga bir berib kelgandeklam esirib kelib qoldim. Ular bo'lsa o'zingizni tanishtiraylik. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar va mehmonlar. Biz Qozog'istondan keldik, Olmon shahridan. Bu ansambl İrada Usul ansambl bo'lamiz. 8 yil burun qurildik. Bizning badir akbarimiz Madina Saydurov neşeli. Biz Qozog'istondan keldik. Mening ismim Madina. Mening yoshim 29 da. Qozog'istondan ulug' salom. Ekranımızı ko'rayotgan Abnum rayonimizning har qaysi qismlaridagi, har qaysi joylardagi xalqimizdan Qozog'iston Almuto shahridagi qarindoshlarimizga o'tliq salom. Bizning sahnamiz Şinjandagi birdan-bir cho'ng tipdagi bir usul sahnasi bo'lib qolmasdan, balki O'rta Osiyodagi cho'ng sahna. Ular bo'lsa usullarga baholag'uchi ustozlarimiz nima deydigan anglab boqaylik. İrada gruppasigan baholag'uchilardan Ömer Saydulla ustoz. Xo'sh. Men Hindistonning zodi hamma kinosini ko'raman. O har bir kinolarda nurg'un usullar bor emasmi? Ba'zi harakatlari bizga yaqin, bizga foydalanishga bo'ldi. Lekin men bugun shunday yaxshi o'yindinglar, usulning qurilmasi yaxshi bo'libdi, muzikani yaxshi tushibsizlar. Sizlarga rahmat, men bir bilet tushdim. Muborak bo'lsin. Ömer Saydulla ustoz bir bilet tashladi. Jasur Tursun ustoz. Yaxshi, ma usulni ko'rib, endi birinchi qator Hindistonning usuli kirib, bu sahnaga yana bir yangi rang akirdi. Xuddi men hozir Şinjan sahnasi emas, bir burunqi Ipak yo'li sahnasidek. Sen abim a sahnasidan cho'ngib ketib bordi. Shunday. Dunyo usul sahnasi programmasidek bo'lib ketib bordi. Ipak yo'l desakli bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Shunday yaxshi o'yindinglar. Endi sizlar akagan ma usul Xolay yana ismini Bollywood. Ha, Bollywoodning usul bir shaklisi. Shunda jonliq, shunda yaxshi o'yindinglar. Men sizlarga bir bilet beraman. Muborak bo'lsin. Jasur Tursun ustoz bir bilet tashlaydi. Muborak bo'lsin. Xalcham Sidiq ustoz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ustoz sizlarni qabul qildi. Muborak bo'lsin. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi biz ustoz tanlash bosqichiga yetib keldik. Biz Ömer ustozimizni tanlaymiz. Ömer Saydulla Muborak ustozni
olsun. Ömer Saydulla Ustaz, sizge mübarek olsun. Hem Kazakistan Almuto şehrinden kelgen İrade grupsiga mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Kazakistan Almuta şehrinden kelgen İrade grupsi. Köp kişilik Hindistan usulü bilen Şinjan usul sahnimizge yeni çiren koştuğlar. Ömer Saydulla Ustaz öz grupsida sizlerge en yeni eserlerin soğuk kıkısı. Keler ketimlik musabıkıda sizlerni muşu sahnede kütümüz. Hoş. Müzika koyulsun. Usulda mındaço, aldıda qanchalik asta harakat ishni qilmay qarab turib olsa, xuddi bizga oqisida bir
Nayt chiroyli numurdan bir ep kepti bu mahirimiz. Muzikisdan qarasam, usuldan qarasam, bu usulni bizning ustozimiz Xalcham Sidiq ustoz ishlagan. Xo'sh. To'g'ri, bu usulni ko'p kishilik usul altida nurg'un sahnalarda ko'rgan, lekin yolg'iz o'ynasimi katta chiroyli chiqar ekan. Xalcham Sidiq ustozga rahmat. Bu usul dunyo sahnalarida chaqnayotgan usul. Bilishimcha, Şinjan san'at yurti Naqshi usul ömrüninki Kozur programmasi. Bu usulning muzikasi shunchalik chiroyli. Bu yerda muzikasi ishlagan rahmatlik ustozimiz Ekim Hasan ustozga alayda rahmat. Onun ustiga bu usul darslikka mi kirgizilibdi ekan. Shuni qaraganda siz Chin usul darsini bek yaxshi o'qib ekansiz. Bayam barliq tomoshabinlarning olqishlari üzülmey yangrab turdi. Shundaqmi tomoshabinlar? Xo'sh, undaq bo'lsa, o'zingizni tanishtirib o'ting. 尊敬的各位领 Hansu kız. Mübarek olsun. Bek chiroyli qo'yindingiz. 首先做一个简单的自我介绍。Assalamu alaikum。Wa alaikum assalam。我叫岳璐，我工作于新疆艺术剧院歌舞团，在这里我给大家拜个年，祝大家新年快乐，万事如意。好，谢谢。Tanıştırışıdan çıkıp duruptu. Şinjan san'at yurti Naqshi usul ömrüning usul artisti ekan. Çoqum men bilishimcha Xalcham Sidiq ustozning tarbiyalagan shogirdi. Xalcham Sidiq ustozni izlab bizning bu Şinjan usul sahnasiga kelganda qildi. Muborak bo'lsin. Nurg'un muzikantlarimiz bor. Masalan, Husanjon Jami, G'iyosdin Barat deydigan muzikantlarimiz ishlagan ijodiy ohanglar havoda uchib yurdi. Xalq muzikasi bo'lib ketgan. Mana bu usulmu havada uçup yurgan usul. Dünya usul sahnelerinde çaqnagan usul. Undaq bo'lsa, baholug'uchi ustozlarning fikrini anglab boqaylik. Jasur Tursun ustozdan boshlaylik, rahmat. 顶晚舞是我们新疆歌舞团，包括全部新疆的一个经典之作。这个所有的国际金奖，包括全国文化奖、自治区奖，全拿过，全是金奖的一个舞蹈。你作为一个汉族姑娘，你看刚才主持，包括这的观众都没看出来你是汉族，不是为你的长相，而且你把这个维吾尔族的最难度代表性的经典作品跳的没有人看出你是汉族姑娘，不是你的长相，明白了吗？是你的舞蹈。谢谢老师。我多的话不说，我有很多话留给海老师。我现在表态，给你一票。Mübarek bo'lsin. 给你一票。Yolu Jasur Tursun ustozdan bir beltigi muyassar bo'ldi. Mübarek bo'lsin Yolu. 谢谢。恭喜你。好的。Xalcham Sidiq ustoz o'quvchingiz ekan. Sizning nurg'un yurak so'zlaringiz bor. Oldida sizdan anglamay, Yoludan anglaydi. Xalcham Sidiq ustozga bo'lgan yurak so'zlarini anglaydi. 亲爱的海清老师，谢谢您这么长时间一直对我的培养，也是您把我带上了这个艺术的道路，更是您让我深深的热爱上了新疆的民族舞蹈。这个我会用我的肢体语言，把我们新疆各民族的艺术精髓表现出来，更把它带出国门，让我们的新疆优秀的民族作品登上我们世界的窗口舞台之上。亲爱的海清老师，3月8号妇女节，在这里我也代表演员们祝您节日快乐，您辛苦了。Yolu qiz bilan Xalcham Sidiq ustoz ona bola munosabat ekan. Hem ustoz shogird munosabat, hem ona bola munosabat ekan. Shundaqmi? Biz şu munosabat bilan Xalcham Sidiq ustozning bayramini muboraklaymiz hamda yana naq maydonda o'tirgan tomoshabinlar orasidagi xonim qizlarimizning shundaqla ekran oldidagi barliq xonim qizlarning 8 mart xalqaro ayollar bayramini chin ko'nglimizdan muboraklaymiz. Barliq ayollar, xonim qizlar bayramingizga muborak bo'lsin. Bayramingizga muborak bo'lsin. Ürümçi televiziya stansiyasi, Ürümçi Barava Taratquchaklik şirkati bu gulni Xalcham Sidiq ustozga tutamiz. Rahmat. Bayramingizga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.
Mübarek olsun. Mübarek olsun. Üç ustaz sizi çırak yandırdı. Mübarek olsun. 恭喜您。其实3位老师都是曾经给我编过舞蹈的，贾导是个非常帅气的导演，而且他在艺术上造就特别高，要求也特别高。吴曼儿导演也参加过您的节目，您对艺术的这个精神让我特别敬佩。海丽老师就像我的妈妈一样。海丽老师就像我的妈妈一样。在这个大家庭里面，我愿意成为您的一员。Rahmet. 好的，恭喜您。 Hacem Sıdık Ustaz'ın grupsi kirgenliğinizde kızgın karşı alımız. Düello mübarek olsun. Hacem Sıdık Ustaz bilen ana ballık, ustaz şagirtlik münasibetinizga köz tegmesin. Siz Şinjan usul sahnimizde inoqlik kuyini yangrattınız. Rahmat sizga. Şinjan usul sahnesinden keler sandı görüşelim. Ey mening sevgan janonim usul, ey mening sevgan janonim usul, qalbim uyga mehmonim usul, qalbim uyga mehmonim usul, tashno yurakda armonim usul, tashno yurakda armonim usul, kuygan ko'ngilga darmonim usul. Majnun tog'liq jilla topdinga, Majnun tog'liq jilla topdinga, narkaschi deyolmas qiyoftingga, bulton qolur layoqtingga, toqat qilolmas vijdonim usul.